Nexia 2 ni puliga Nexia 3 ta ochamiz. Bitta ko'ringlar akalar. Bo'lsa bir yo'li bo'lsin, xalqqa bo'lsin, xalq mazza qilsin akalar. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yishingizdan chiqmasin akalarim. Takrorlayman go'yoki hammasi tushga o'xshab ketar. Bu tushni ongimda ko'rganday men bo'ldim. Mashina 2017-yil ishlab chiqarilgan, holati ideal holatda. Birinchi pozitsiya 380 ming kilometr yurgan. Mashinamizga metan ballonlar ustanovka qilingan. Holat ideal holatda, motor ходовойda hech qanaqa ishi yo'q. Yurishlari chotki akalar. Narxi 6600 kami bor.